Ne? İsip bakmaptı ben. Aylımı koşulap gitti. Ballarım vuruşdan toxtadı. Bir aydan ki bu adamın takdirini özgürüptü. Düşen alama ya. Qara şunda. Ma ruh neslep, qo'rqab turib badaysilar. Men ko'rib turib badayman. O'xshamay mashqimiz mi? Mesela qo'rqab yo'q desek satiraman. Men yo'q deb yashaganman. Uzun muddat men yo'q deb yashagan. Tushuna olmayman. Men tep uchun avval yo'q deb ichim kerak. Yo'q deblan. Men shu nurg'un narsani noldan boshlab etgan cho'nom. Yo'q, hech nima yo'q. Xudoyim yo'q deb yashaganman. Anda ruhni topgandan keyin psixikani bunda holat bo'lishqa mening bilishim bilan sizning bilishing o'xshamaydi. Tushunami? Bunda ko'rib turibman mana. Ko'rma tomchilar men deyman. Deysizlar manda. Shunga ham ruh ilmiga nisbatan olib aytgan vaqtda minnatdorlikni faqat bir oydan yoki 3 oygacha qilib baqsinab baqsanglar, rost degandek turmush nima bo'ldi bo'lsa, o'ziga nima bo'lib ketdi ekan, o'zgardi. Bu ruhning nimasi ekan birinchi qan. Ikkinchisi. Hamda Şüreş degan bor-ku. Biz halit yaşayıp barımız hazır. Hazır söz değil mi? Bizde ama hissiyatını ifadeleş yok bizde. Bizim azradan bunda, Ürümçi'de. Şunda küldıgaş kısmı. Bunda kışıdan da menip gitip verip maşıldı küstüm hemen. Bazıdan kadı yıkılıp şudu. Yıkılıp yaman eğir günah kılıp etkendik. O yaman sıkış kıydı da me öyle kadı yıkılıp düşmem. Aşından numuz, bek numuz, külüştü numuz kıysa. Köyünü verin bulaştım tek numuz kıysa. Adı adam mında yaşayan bulattı. Ruh ilminin ikincisi delme söz eygan narsa. Nimani bassam shu cho'ngiydi, tushuna olmayman. Birinchi nimani do'qsan, nimani diqqat qilsam shu nim qiladi, kengiydi. Ma'noda nimani bassam shu nim qilib ma'nodan kuchaytmadi. Mening dadamning ismi Qurban. Bu Qurban nima demayli? Mening tug'ilgan kunim 9 oyning 5. 10 sekund vaqt bermay unutib ketaman. Unutib ketib qoldim. Unutdummi? Men mushbonni kuzi ichirib olsam unutib ketdimmi? Yerim kishim tiyib bo'lsam unutdimmi ya? Unutgansiz. Bu nima desa, unutmayman degan so'z nim. Chunki o'ylaydi. 9/5 unutib ketay. 9/5 chuqur unutib ketay. 9/5 unutib ketay. Hayron qoldim. Bunu unutib ketay degan so'z nim qildi? Psixologiyadagi intentional paradoksiya degan shu. Maqsad paradoksiyasi diyet degan shu. Nimani bosdan nim qilmadi ekan? Shu uchun. Biz ancha o'tganda tishimni, ayolni tishim bor. Qattiq yutaman deb bordim. Borsam, g'uj qilib ketdilar tishimni. Fukam, mana bilan men og'riq chidmayman. Narkoz qilinglar, sen narkoz qildi. Narkoz qilib g'or, resm og'rimidi. Xo'sh bo'ldimmi? Matepim narkoz. Xo'sh bo'lib, bu yerdan chiqiblar polo edim. Mening og'riqimni to'sadigan bilan polo ish jarayonki huzurimni to'sib turadi. Tushunarlimi? Yelg'o polo yeb qoldim, endi muhabbet qilib qolsam teqimcha taqdi. Nima? Bu yer yorqin nuqta nima desa? Yorqin nuqta var mı yerde? Nima bo'lsa? Azobni sizlar cheklab aytsanlar, bir neribdan chiqadi. Xushallik nima bo'ldi ekan? Ba'zan shundoq yig'ilib kelsim, yig'lamaydi. Shunlar xushal bo'laman deb nima qilolmaydi ekan? Xushal. Nimani bassam shu uchun. Nurg'un odamlar o'zining qalbini tasvirlab bermaydi. Mendan bir bema'ni savol so'raydi ba'zida. Ma'lum siz nima shundan yaxshi ko'rsiz deb kulib ketaman. Buni rost javob bersam yaxshi bo'lmaydi, qamlashmaydi. Endi kitob ko'rish desammi bo'ladi.
Meni yosh bo'lgan narsalar yaman jiq insonni yosh bo'lgan narsa. Ammo buni digil olmay. Masalan, men shu o'burnida o'tag'ach 5 o'ynash yoshlayman. Ammo digil olamdi, shunami? Endi biz men bu davrimi nurg'un odamlar o'z hissiyotini ifodalamaga tushunib bu yağlı bulab, azapçı, azaplab, o'sha bes eng oxirida nimga aylandiysa, suni kontrol qilgan sirtsiz bir narsaga aylandi. Masalan, yig'laydigan vaqtda yig'lasam bo'lmaydi yoki azoplansam bo'lmaydi deb boshqa odamlar uni shu vaqt kontrol qila oladi, ammo bir mezgil kelganda bir yig'lab etgan bor deydiganlar bor. O'zimni qo'yib bir yig'lab baqsam deb aroq ish paqidi yig'layolmaydi. Daq paqidi yig'layolmaydi. Yig'layolmay saranglab ketgan chiqdayman. Men qo'limda kechadi va yig'lasa saqiydi bo'lmasa, yig'iltanmayman deydi. Chaqchaq majma? Yig'lasa saqiydi ketdi. Yig'iltanmaymiz. Nima ish qilsa biz kichik vaqtimizdan boshlab bunday hissiyotlarni biz ota-onamiz besib etgan. Yig'laganda uxlasa. Bu yig'lashqimam to deyman. Yig'lashqim yo'l qo'yma. Xushal bo'lib tiqillayotgan kino to'qibsi deb ota-onalarimizdan balalarda bu hissiy xo'rlash degan mushuk, hissiy xo'rlash degan hissiyotni his qildirish nima? G'arbliklar buni bilib qolg'achqa yig'laydigan vaqt yig'lab ifodalab numus qilmaydi. Xushal bo'lganda u shundoq chindirib xushal bo'lib ketadi, chiroy ifodasi yaxshi. Bizning uchun shunday. Bir odam deganda bu hissiyot bo'ladigan-da. Bu nurg'un odam nemish qilsa hissiyot. Har qatim sizlar jiddiylashmayman degansiz jiddiysizlar. Boston olma jiddiysizlar. Qo'rqmasam bo'ldi, qo'rqsizlar. Siz turibkan. Ko'nglingiz bir yerim qilar. Yerim qilar ko'nglingiz. Yerim qilib degansiz ko'rdim. Ama yerim bo'lgandan yerim qilma degansiz yig'lab ketadi. Şu amalıq başqalar təsəlli bergan vaqtda ko'ngil yerim bo'ldi, yerim qilma demanglar, tushunolmas. Degansiz yerim bo'lib ketadi. Qanday o'z qo'shilib ketdi desa, ma'lum odam masalan qizlar juqshaydi, təsəlli berish. O'g'illar asosiy yushurdi. Odatda odamning oldida ko'ngil yerim qilmaydi, yig'lamaydi, u burni yig'laydi. Endi men deyman, shu o'g'illarda ba'zi psixik masalalar kelib chiqadi. Qizlar bo'lsa buni ig'ramaydi. Chunki o'g'il bola yig'lash haqorat deb biladi. Yardım so'rash haqorat deb biladi. Men yig'lam kelsin. Hissiyotchim yig'lam, kulgim kelsa kulayverma. Qizlar bo'lsa qizlarda dal bunday ifodalash bo'ldi. Nurg'un qizlar xato tasalli bergansizlar do'stlarga. Yig'lama demay unga. Yubaga yig'la desangnim bo'lmaysa, yig'la deb hammaga. Yig'layotgan ishni deydi emasman, manda bo'ldi, anda bo'ldi, manda bo'ldi deganki sizlar o'ydirib chiqsizlar, ada. Men umumdan mehr kunda qoldi. Deb sizlar texim datib qo'ysanglar, o qizlar sizga tasalli beradi. Mena bilan o'tgan bir bor kelib turdim, mundoqlab ota-onam ochishib ketib, meni dadam boqma, opam shunda. Efkam, meni kichik vaqtimda dedim. Birsi tapqi chiqib, mundoq Qirg'izlar rayonini berib, men biriktirdik ashlar. Bir qochib nimaga? Kepekdimi dedi, guruch dedi. Shuni men aşağıda cho'ng bo'ldim, keyin 3 yosh vaqt ota-onam tepkilib, meni har kuni shunda turbug'i bog'lab degan desam, "Olar ko'nglingiz yerim qilmaydi." Şuna nimani bassam, shuning qilgan kuchaydi. Hal qo'y sun deb birmanmi? Bu psixolog ma'lum nurg'ada psixologiya degan gap jiqaygansi, ba'zan xato tushunibdi. Ba'zida men shunda ko'ngil yerim bo'g'iz kezim, ochiqlangiz kelgan vaqtda, men psixologiyaga nima ochiqlamaydi deb turadi. Bu qal kayfiyatdan shashtab deb o'zim bunda emas. Bu yakmasa ochiq kelganda bir ochiq kelganda ochiqlanmaslik cho'ng tariq qilganda cho'ng tariq qilmaslik o'xshash. Men o'zi ochiqni besbelama demayman. Hatto ochiqlanayotgan vaqtda ochiqlanayotgan titan tumur dedik emasmi? Ashning manbasi bo'ladi, tarjimaning xatosidan. Tushuntamsan ya?
Nurg'unlar amaliyotda boshlardan anglash xohlamaydigan gaplar bo'ldi. O'zing to'yin qilish psixik usulida. Hammadan yaxshi ko'rinadi deysizlar. Shu narsa oshkorlik qog'idek turgan vaqtlar ularning qilgansizlar, ochiqlaysizlar. Bayatdan qilgandek. Biz ochiqlashni basmaymiz. Barbara tarjimani yaxshilab nima qildik ekanmiz? Tabiiy ochiqlanmaydigan nima bo'lamiz. Tushunamsizlar ya? Mana aragan olishma mana yo'lni. Men odam ochiqlanmayman. Bu ochiqlanmayman dedim, ochiqim kelganda psixolog turgan deyman. Men unda emas, ochiqim keldi, qo'pol urib chiqdim sizlarni. Ama kelmaydi ochiqim. Nima ish qilsa tarjimam yaxshi. Nimam yaxshi ekan? Tarjima. O'tganda mashinamni to'xtaman deb bir ko'mibdim-da bir hozir Urumchida hammaga tümülgisi aşağı canını sokuldu. Az degende 2-3 ming ziyan. Maşin toq Samsunga algandı dostum bor. 3 yil yaptı Samsunga chiqdi. Sen mau degan muşunda qarab, ordaş endi qanday qilamiz dedi. Nimani qanday qilamiz mashina olib müzik elib endi oshbarimiz degan Samsunga. Na, aytdi gunohkorlik. Men dedim, men mashina olganda so'qmaymi deb ammaga. 3 kuni so'qimi deb olgan bu. Shu kun bugunki Bugün so'qilibdi bu, mayli emasmi? Dedim men buni. Inson ondan qavlashdan o'tmadi. Yana bir kun ketdi. O'zi mashina qishliq choq olmasdimmi texedi. Nim bo'ldi desa qishliq choq olmasdimmi olmaydi. Meni bir ishim bo'lmaydi desa. Bir haftadan keyin o'zi qishliq choq olmasdimmi degan so'qibdi. Alqaralar mashinadan qishliq choqini olmaslik sabab nimasi? Ansizlik borligida. Tushunamsizlar? Shu so'qiman deb aytgan gap. Menda anda ansizlik. Men hozir so'qib boqmadim, u 2-3 qatim so'qadi. Men besh emas, keyp chiqirib biringlar, tushunamizmi? Ammo har qatim ochiqlangan vaqtda fursat foydalanib bundan. Men nima ochiqlanmamush, ochiqlanishimiz zan nima sabab bo'ldi? O'zing tadqiq qilsanglar, bir yara nima qildi ekan? O'ngshildi. O'tganda Undidarda bek yaxshi gapdim jandim men. Yaxshi bir maqol tamsil. Mushuncha Uyg'ur maqol tamsiliga kirgizib qo'ysang bo'ladi. Shuni deymanmi, Uyg'urlar aqllatdi. Yig'i ijod qilibdi bir. Bu maqol tamsil nimasi? Dunyoda ikkitasi. Birisi masalan xo'shlashmoqda, yana birisi munchida shanko kiymoqda. Ma resmi no'j maqol tamsil. Siz o'ylanglar. Ham munchida shanko kiyishni tasdiqlamamiz endi bishni deb aytamiz. Isbotlab yurmaymiz. Masalan xo'shlashmoqda ikkitasi. Men o'qimadim. Chunki nurg'un odam o'zining hissiyotini tushunolmayman. Yushuganlik uchun ko'pincha vaqt ifodalamay buruntuq bo'lib ketadi. Men so'g'anda cho'sa kichik men quluplangan bilan cho'ng men hissiyot faktorlari ichilib ketib, tushunolmayman. Desam bo'larmi, demasam bo'larmi degan yerga quluplanib ketganda ekan, o'zini butunlay nima qildi ekan, ifoda qildi. Endi masala paydo bo'ldi. Ishkanlar do'st bo'l, ishkanlar. Mushk qiz do'st. Ma qiz bir imtihonga qatnashmoqchi. A qiz endi imtihonga qatnashmadi. Ishqsa qancha yaxshi do'st bo'lsa-mu, ma qizda hasad bo'ladi, tushunolmayman. Ya onu mana Xudoyim berga hissiyot bu hasad degan. Bo'ladi. Ma hissiyot bo'lash bu xatolik emas, tushunolmayman. Bo'ladi, hasad qiladi. Hatto o'ylaydi. İnsanlar ütenmesini o'ylaydi. O'ylaydi, mayli. O'ylasin mayli, nima normal. Nurg'un shu yaqin do'sti shu menda hissiyot kelganda uyemi hasad qilib o'taman yaqin do'stimga, bo'lmabdi bu. Hasad qilmasdim kerak degan sirasi qo'zg'alib, intamni o'tayinizda shu kun bir ash qilib qolsaydi, ya tavrib kesaydi. O bo'ldi ma bu tushunolmayman, basdim o kuchiydi. Bu qizchot buni ifodalamay. İfodalamadimi? Erkakka aylanib ketadi. Erkakka aylanib ketib, yenik bo'lganda qo'rqib ketib bu hasiyatni. Ma qizdan kirishib qaradi. Aksi bilan kirishib qoladimi? Nima deydi o'sa? Yaxshi tayyorlab qilishmadi. Chuqum yaxshi tayyorlab qilsang, gambirini tayyorlab olsa, ana qilsa, u kuni yatarib qolmasdi. Yenik bo'lganda aksini ifodalaydi odam. Masalan, men odam o'zi ifodalamagan narsani boshqa do'nga bunday aksini ifodalaydi. Masalan, men qusqim og'rib ketgan bo'lsa, men balo deyman. U buni ko'ramsa, depam. Xudoga men depam, u buni ko'ramsa depam. U degan men baraman degan gap aka. Buni bilaman. U buni ko'ramsa. Maqiz yenik bo'lganda ani kirishib oladi odam shu qo'rqib ketdi. Egri bo'lganda cho'sa, men hasad haqiqatga aylanib-da. Maqizga bunda plan, suiqasd planlar. Shu odamsa
Yakimiz gap so'zda xunukleştirdi, yakimiz shu gün bir amal qilib, ya chayga bir ish surish to'g'ri televizorda ish qilib bir amal harakatga aylandimi axloq. Tushundingmi? Hissiyat ishni bo'lmaydimi? Bo'lsa, deyitish kerak. Adash, hasad qilyapman dedingizmi? Harakat qo'yib turdi, ruhli deysiz. Bek muhim. Olimlar mundaq bir tajriba bor. Ikki guruhning oriflar, ma guruhi dedi, silimish o'tmishingni yuz bergan yaxshi ishlarni yozib chiqinglar dedi. Maylar dedi, o'tmishingni yuz bergan nachar ishlarni yozib chiqinglar dedi. Sizda faqatlar qaysi xushal bo'ldi? Olimlar mushulni chuqum xushal bo'ldi degandi. Tushunolmayman. Amaliyotda dal mal xushal bo'ldi. Nima ish qilsa malani yaxshi narsani yezib yurib, nima deb qoldi keyin desa, nachar narsani. Bu ne laka kala helakis köşeydi var ne? Ulaş köşeydi dikende. Mal çoğusu an hizmet keşke yaxşı nesli kaldı ki. Şuna kallanında naçar nesli olsa diyebitinler kınmaysılar. Yaxşı nesli olsa dimenler. Disanlar kınmaysılar. Sen anladın ya? Abek mühimci mi? Yaxşı nesli olsa saklap kalanlar köşeyimiz. Naçar nesli olsa diyeversen bulardı. Şuna haset buluş. Kanç yakın dostum bulur. Cima bu. Dostum deysizlar, hasad qilyapman da degandikan, ammo xo'sh bo'ladi. Xo'sh bo'ladi. Sildimi an deyib etganligim uchun nima qildi ekan tuvali. So'ng ba'zi yaqin do'stlarim ko'rib baqsam, mana bolalar balkim bunda do'stlar. Bevas davrdi ekan. Bu yaxshi ahvol. Nurg'un odam demagan bilan cho'dsa, buni deb o'ylaydi ekan. Men bundan ro'y kasalga aylanib ketgan bir oltin deb bir kasallikni. Bir qiz bola bilan ko'rishib qoldim, bu qiz o'zi shunda hamda bir nachar yashab qoldi. Shunaq bir endi qutqazildik. Siz yashab qolganda bu qizimni men har qanday qoldimni, har xil dunyoda xatolik yo'q deyman. Faqat bunda qilib foydasiz qarorlar bo'ldi. Tushunolmayman. Burg'adan tillaydi amanda men hargiz hukm qilmayman kishilarga. Har qanday odam yaqin tortiman. Bu qizlar bir kun paralashib qoldimmi? Paralashib qoldim. Bu qiz qanday bo'libdi desa, bu qizning ini so'lib ketibdi. Ini so'lib ketganda bu qizda xushallik kayfiyat paydo bo'lib qolgan. İnisi ölse, kuşallap bağın gibi. Biz çoğusu, adem mesken deyimiz o. Bu kız mı okşaşta adem mesken ben degen. Şunu anlamay. Bayatan kanun boyunca, ben inin ülep gitmez, hoşulatı ben o, dedi mi? Adem emesken ben, dedi mi? Adem emes yaşaydı. Şunu adam sen ya. Emdi ben bu kız ne? Psik analiz kıldım. Ballık devrini sürüş kıldım. Neticenin çıktı edilse, esli, bu kız kichik vaqtida inis tug'ilgan vaqtda otasi butunlay inisiga voy deb bu xatolikchi qildi ekan. Cho'ng bo'lgan sir uyanchiq talashib qolsa-mu, talashlar bu qizning uyanchiqini kichik inisiga gapirdi ekan. Shu kichik vaqtda u inim bo'lmas shu debdi ekan. Har qanday bolada bo'ladi bucha, inim bo'lmas ekan degan bir tuyg'u bo'ldi, sibling enili. Ama ifodalaganda uni ki cho'ng bo'lganda rost degandek inisi ulib ketganda, eliq ifodalaman degan hissiyat nim bo'lgan gap. Bunu bu kız men muşunda oylam de men nimiş bunda hissiyat top qalıp deb, o hissiyatdan qo'rqib ketib, shuni aytamsizlar. Şu har xil hissiyatlar keladi, har xil o'ylar keladi, har xil buninglikqa sizlar bizmi men gunohkor ekanman deb o'ylayapmanlar. Tushunolmayman. Men nachar odam ekanman deb o'ylayapman. Mening xiyolim kelgan xiyoldan ko'zdan qo'rqib ketisizlar. Ammo bu hissiyat ishdan bo'lmaydi. Bu nimaga aylanib ketmasa bo'ldi ekan? Şu hasad anda holatda bo'lsa, hech nima bo'lmaydi. Ammo buni harakat qilib, oning oqidan gap topsaq nima bo'lmaydi ekan? Bo'qamlashmay qoldi. Shuni aytamsizlar ya. Shuni buni basmanglar. 9:5 unutib ketay demanglar. Unutmaysizlar. Jiddiylashganimni basay demanglar. Siz jiddiylashgan bo'lsangiz yaxshilabdi. O'tganda men mush xushallik formulasi degan leksiyani so'zlar aytganda bir jutda bir ko'zim chiryapti. Siz mush xushallik formulasi degan so'zlar aytibsiz. Haqjonima. Bo'ldi. Chiqarib ma'lum diqqat qiling. O'zim nimaga diqqat qiling deb aytmamsa. Siz xushallik formulasi so'zlar aytibsiz. Men sizni mush qopulab qolgan vaqtingizni ko'rmayman deydi. U o'ylab qopti. Men cho'mdan xushal yurishim. Doim xushal yurgan odamning yolg'on. Tushunolmay, o'ziga besimga kirib oldi. Men dedim, ikki xil odamda hissiyat olmaydi. Birisi o'lgan odam. Birisi ro'y kesildi. Shunisi jiddiylashgan bo'lsanglar, xo'sh bo'lsangiz bo'ldi. Bu sizning birisi o'lmaganlik oldi ko'rdi. Yana birisi sizning saq odam. Ro'y kesel emas. Hissiyat qolmadimi? Bo'ldi.
men to'shapdim deb darhol meni desang bo'ldi. Shu anda hisoblab qolsa, bunini qo'qab ichib olmaydi, bassa olmaydi. Endi ba'zilarni unutib ketsam keyin deydigan ba'zilar. Masalan, ba'zi qiz bolalar, ba'zi o'g'il bolalar muhabbat olib kelsa, kelmaydi deydiganlar. Mana nima yo'ldan unutib ketsam men qiz bolaga to'g'ri tushunaman. Qiz bolaning biologiyalik nimasilar mana shunday bir ish bor hamda. Qizlarning odatda nima soladigan selinmasi kuchli bo'ladi oilaga. Shuninglar oldirab bir odamni yaxshi ko'rsa, ikkinchi odamni o'ylashmaydi. Ammo o'g'illar unday emas. O'g'illar har qanday ma'ni bilan berishadi. Qo'rqqanimda to'y qilmaydilar. Ana bilan bir to'y qilib bo'lmay qolsa ham degan chiqiladimi? Oqi yenib ketadi. Ammo qizlar o'g'il bolani to'g'ri bo'lmaydi. Yaxshi ko'rdi kelsa, jim so'zlab unutib ketsam. Rahmat desam, undan men bir unutib qo'yaymi sana. Sen shaktik refleksiyani bilamsan, sen bilmaydi. Undan sen bunday qilsan. Shu unutmoqchi odamning sen resmini tepib, uni poqchilab. Aşine muşu bunun fraydıgan yerine ikilip olsa. Aşağı refleksiyonu musun? Karaysa öyle, derse. Bak kuçunu köyde değil. Ben de uçuk oldum. Kırıp kettik. İkinci bir tek bitiriyoruz. Demek, untiymen de turbanmanlar, sen olma. Meyli, esası bula vurdu. Untiymen dedim annem kutmadı ki, küçük mağdı. Esas bula vurdu. Hem bu neslenin nurgulluğunda yeşilmesi var. Hem de Paul Coelho neydi gençse Paul Coelho mavzusuna 11 minutes, 11 minut diye eserde to understand love. First you got to understand freedom degan. Sen muhabbetini tushunishdan burun erkinlikni tushun degan. Tushuna olmaydi. Nurg'un qiz-o'g'illarning o'zi muhabbet monopollikdan direkt yurdi, erishishdan direkt yurdi. Amaliyotda muhabbet deganimiz erkinlik hisoblanadi. Shuni aytamsizlar ya. Shakespeare bu vaqtda nima degan desa, true love. You can understand true love. First let him go. Tushunadimi? Uni qo'yib ber. Ketib boqsin. And see, ko'rib boq. If he comes back. Qaytib keladi, kelmay mushdan qara. Sen doim tutib olsang, uning qo'lini qo'yib bersan, qaytib ketgan kelmayganini bilmay qolsa, shunga let him go. Tushunadimi? Qo'yib ber. U ketib qaytib kelsa, that's the true love. Haqiqiy muhabbet shu degan. Shuni aytamsizlar ya. Ham bugun kunlik tuchu desa, bu ham nurg'un nimalar bor sizlarga. To'g'riliqcha so'zlab kelsak, yaxshi olmaydi. Meyli sizdan shu ugnish oldi bo'lsin, meyli muhabbet oldi bo'lsin, nikoh oldi bo'lsin, ikkilangan har qanday odam oqidajiydi. Shuni aytamsizlar ya. Endi mening darsimning kulminatsiya punktiga chiqaman. Kulminatsiya nuqtaga chiqaman. Hayat men dastlabki bir gap bilan boshlagan. Beijing man 3 narsani direkt berdi deb tushunammi? Starbucks ichiman, aytdi borman. Zarani chidaplanmay iyad biz vakin. Berib bitirib etdim, kitobni olib bo'ldim, Starbucks qoldi. Oxirgi bir gap dedim, hayot nimadan direkt berdi? Eng oxirgi men dal hayot to'g'risida. Hayot degan zot nimadan direkt.